Ha, bo'ldi, hamma mahsulot ichkariga olib kiraveringlar. Yo, sekinroq. Nima qildingiz buni? Ya, sekinroq tashlash kerak-da buni. Ustozingiz o'rgatmaganmidi? Ma'mur qani o'zi? Chaqiring. Labbay ustoz. Assalomu ma'mur. Assalomu Charchasizlar? Shogirdlarga yangi kelgan ishchilarga doim o'rgatish kerak. Turbaga, ya'ni quvurlagan mahsulotga qanaqa muomala qilish kerak, qanaqa tashish kerak, qoidasini o'rgatish kerak edi-da. Tushuntirmabsiz-ku bularga. Hozir ish bilan nima bo'lib qolib, qaramagandim, hali tushuntirib ulgurmagandim yangi shogirdlarga. Men hozir turba quvurni men darvozani yopguncha shuni yerga tashlayapti. Bo'pti, nima Bu qilamiz? katta balandlikdan tashlaydigan bo'lsa yoki qattimroq joyga tushadigan bo'lsa, bu mumkin emas. Ayniqsa eski suv turbasi. Tushunarli. Men quvurlarni ham oling, fittinglarni. Buni hozir men sizga sabablarini tushuntirib beraman. Chaqiring shogirdni. Shogird, keling. Ayniqsa eski suv turbani, quvurlarni yerga qattim tashlab bo'lmaydi, sovuq kunlarda. Ayniqsa mana qishni paytida, sovuq kunlarda bu shogirdlarga ham tegishli. Va undan tashqari o'sha omborxonada taxlaydigan yoki o'sha magazinda sotadigan ishchi shogirdlarga ham tavsiya berish kerak mana shu narsani. Ya'ni eski suv turbani yerga qattim joyga, asfaltga tashlaydigan bo'lsa yoki mashinadan tushirayotganda, bu ichidagi ya'ni eski suv bo'lgan hisobi ham kompozit mahsuloti mayda-mayda yoriqlar paydo bo'ladi. Ya'ni mikrotreshina deyiladi. O'sha narsa ertaga eski suv sovug'i berganda, masalan, issiq sovug'anda bu narsa ertaga suv qo'yib yuboradi. Ko'pchilik holatdan utechki bo'ldi, suv ketib qolibdi deydi-ku, topa olmay yurishadi qayerdan suv ketganini. Turba yorilgan ekan, zavod suv birak ekan dedi. Vaholanki o'sha ishlab chiqaruvchi kompaniya zo'r mahsulot ishlatadi, lekin biz bu yoqda noto'g'ri yondashadigan bo'lsak, o'sha kompaniyaga ham nomiga ham dog' tushib qoladi. Va albatta kim ko'radi jabrni? Birinchi bo'lib uy egasi katta jabrga tushadi, yo ishlab chiqaruvchiga nomiga dog' tushadi. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak mahsulot tashiganda, qo'yganda va saqlaganda ham bularni. Hech qaysi ishlab chiqaruvchi kompaniya mahsulotni, ya'ni ayniqsa eski suv turba quvurlarni balandlikdan buni qattim tashlashga ruxsat bermaydi. Xoh u turetskiy bo'lsin, xoh boshqa davlatniki bo'lsin, xoh O'zbekistonniki. Bular ichkariga olib kiringlar. Xo'p, tushunarli. Shogird, tushundingizmi usta? Ehtiyot bo'lib olib kiramiz. Xo'p, undan tashqari mana hozir turba fittinglar keldi-ku, yangi mahsulot. Lekin ichkarida issiq xonada ishlayapsiz. O'sha mahsulotni ham o'sha xonaga qo'yib qo'yish kerak. O'sha 5 haroratdan pastida payka qilish tavsiya berilmaydi. Ya'ni payka turba, PPR turba bilan ishlaganda shu joyga e'tibor bering. Sizda ichkarida issiq xonada ishlashingiz mumkin, masalan, bularni payka qilayotgan xonangiz issiqroq bo'lishi mumkin. Lekin yangi kelgan mahsulot yoki turba fitting bu tashqarida yoki omborxonada, skladda, muzli xonada turgan bo'lishi mumkin, sovuq xonada turgan bo'lishi mumkin. Bu tashqaridan kelgan sovuq haroratdagi mahsulot ichkaridagi turgan fittinglar bilan bir xil haroratga mos bo'lishi kerak. Ichki iqlimga mos. Ha, ichki iqlimga mos bo'lsa, ana shundan keyin buni payka qilinadi. Endi ma'mur keyingi obyektlarda bunaqa ikkita platotni yamab atot yasab o'tirmaysiz, chunki bizlar tayyor mahsulotlarni ishlab chiqaryapti. Hozirgi kunda juda ham qulay bo'lyapti bu. Bittada katta aylanishni o'zini hosil qilib beradi. Ya'ni bu qanchalik bundan ko'p ishladigan bo'lsa, o'sha nasozlarga qarshilik kamayadi bizda. Juda ham qulay. Juda ham qulay bo'ldi. Qulay. Va albatta trayniklarimiz ham bor mana. Yo'nalish bo'yicha ishlatadigan bo'lsak, oddiy traynik emas, endi kasoy. Kanalizasiyada xuddi shuna kasoy traynik bo'lardi. Bunda ham shuni endi ishlatsa bo'ladi. Bemalol suvni yo'nalishiga, ya'ni podacha apparatiga moslab ishlatib ketsa bo'ladi. Ya'ni keyingi obyektlar inshaalloh bundan ham yana ixchamliroq bo'ladi va muddat jihatdan ham tezroq bo'ladi. Chunki ikkita payka qilmaysiz, bitta paykada ish bitadi. Va hali aytganimizdek, umumiy hisobni oladigan bo'lsa, o'sha nasozlarga bora-bora bo'ladigan qarshilik kamayadi. Ushbu videoni mahsulotga qo'pol muomala qiladigan yangi shogirdlarga yoki magazin xodimlariga jo'natib qo'yamiz. Iloji boricha o'zgani mulkini asrab avaylash kerak bo'ladi. Bundan da foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying.